hammaga assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Mana avtovokzaldamiz aka-ukalar, Moskvadamiz aka-ukalar, Moskvadan Toshkentga, Sankt-Peterburgdan Toshkentga aka-ukalar, Chimkentga ham bor avtobuslarimiz aka-ukalar. Xudo xolasa mana avtovokzaldan shunday komfortli avtobusimiz Moskva Toshkent chiqib ketmoqda. Mana ichki holatlarini hozir ko'rsatamiz aka-ukalar. Bemalol murojaat qilaverasizlar aka-ukalar. Ekranlarga ishonchli raqamlarni qo'yamiz. Bu aka-ukalar davlat tomonidan qo'yilgan avtobuslarimiz mana aka-ukalar bular. Xudo xolasa mana yo'lovchilarimiz inshaalloh yo'lga ketishyapti, eson-omon yetishyapti. Mana hamma bolaliklar, aka-ukalar, er-xotinlar, bola-chaqaliklar ketadi mana. Mana ukalarimiz o'ynab kulib ketyapti. Akalar, ekranlar ishonchli raqamlarni qo'yamiz. Avtovokzaldamiz aka-ukalar. Murojaat qilaverasizlar. Avtobuslarimiz komfort, konditsionerlari bor aka-ukalar. Hech qanaqa qiyinchilik yo'q, sharoitlari zo'r aka-ukalar. Mana avtobuslarimiz. Ko'ryapsizlarmi mana? Avtobuslarimiz. Akalar, ukalar, mana kichkina jo'joqlarimiz ham xudo xohlasa mana yo'lga ketishyapti. Yaxshimi avtobus? Хорошо, да, avtobus sestra? Хороший avtobusda? Da. Mana. Ko'ringlar akalar, ekranlarga faqat ishonchli raqam qo'yaman akalar. Murojaatga chiqinglar aka-ukalar. Avtovokzaldaman aka-ukalar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.